Demek bugungi ma'ruza e, ma'lumotlar dizayni va ma'lumotlar dizayni va o'qivoringlar sizlarga ko'rinib turibdi. Ma'lumotlar Ma'lum dizayn va ishlash modellari. Ha, ustida zoomni nimasi bosib qolyapti menda. Ma'lumotlar dizayni va ishlash demak modellari. Xo'p, reja ma'lumotlarni parallel ishlash uchun tashkil qilish, xotira iyerarxiyasi, ma'lumotlarning lokalligi, keshni o'tkazib yuborishlar, keshni optimizatsiyasi, ya'ni optimizatsiya masalasi. SOA structure of arrays yoki bo'lmasam arrays of structures va gibrid yo'nalishda ma'lumotlarning tashkil qilinishi, ma'lumotlarni lokalizatsiya qilish, kesh samaradorligini oshirish uchun ma'lumotlarni tartibga solish, Numa effektlari va ularni boshqarish kabi rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Xo'p, xotira iyerarxiyasi, xotira iyerarxiyasi va ma'lumotlarning lokalligi. Ma'lumotlarning lokalligi. Xotira iyerarxiyasi. Demak, xotira iyerarxiyasi bu kompyuterning turli xil xotira turlarini tezlik, hajm va narx o'rtasida optimal muvozanatni ta'minlash uchun tashkil etish strategiyasidir. Ya'ni, xotira iyerarxiyasi deganimizda mana e, kompyuterimizni xotiralarga to'xtaladigan bo'lsak, eng arzoni bu yerda baho bo'yicha olib qoladigan bo'lsak, ularning tan narxi bo'yicha olib qoladigan bo'lsak, ya'ni Winchesterimiz, ya'ni qattiq diskimiz eng arzoni, undan qimmatrog'i operativ xotira, undan qimmatrog'i kesh xotira, shuning registrlar, undan nimalari kattaroq, demak, qimmatroq narxda boradi. Demak, shu tartibda qaraydigan bo'lsak, e, kattaroq ma'lumotlarni tashqi xotirada tez ishlaydigan, shu bevosita ayni damda ishlaydigan ma'lumotlarni operativ xotira va kesh xotiralarda qayta ishlash prinsiplari asosida ishlaydi. Demak, xotira iyerarxiyasining darajalari eng tezdan eng sekingacha. Prosessor registrlari birinchi, demak, yuqori, eng kichik hajmli, lekin eng tezkor xotira turi hisoblanadi. Kesh xotira L1, L2, L3 demak segmentlarga bo'linadi. Kichik hajmli tezkor xotira. Operativ xotira kompyuterning eng asosiy ishchi xotirasi. Tashqi xotira SSD yoki bo'lmasam hard disk drive, qattiq disk nimasi uzoq muddatli ma'lumotlarni saqlash uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari tarmoq xotirasi masofaviy ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi. Mana bu diagrammada, mana bu jadvalda iyerarxiya darajalarining xususiyatlari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Bunda daraja, kirish vaqti, hajmi, narxi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Masalan, registrlar 0,3 1 nanosekund vaqtda e, ma'lumotlarni oladi yoki hajmi to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsak, 1,4 kilobayt atrofida. Kesh xotiralar mana shu tartibda, mana operativ xotiralar 50-100 nanosekund atrofida, hajmi 4 gigabaytdan to 256 gigabaytgacha slotlarda ishlatiladi. Slot deganimiz kompyuterni, ya'ni o'sha operativ xotirani qo'yadigan e, uyachasi. Demak, bularni nimasi, bu kesh xotiraga nisbatan narxi ancha past. SSDni qaraydigan bo'lsak, 50-150 mikrosekund. Mana SSDni qattiq disk qurilmasini qaraydigan bo'lsak, 5-15 mikrosekund demak atrofida ma'lumotlarni o'qish nimasi tezligi 16 terabayt hajmlarda, hozirda endi kattaroq hajmlar ham bo'lishi mumkin. Slotlarda ishlatiladi, demak. Yo'q, kompyuterda ulanish tartibida, demak, ID yoki bo'lmasam shunga nimaga ulanish rejimlarga ulanadi. Bit narxi, demak, eng past narx hisoblanadi bu. Qurilma, demak, keyingi slaydimiz ma'lumotlarning lokalligi. Ma'lumotlarning lokalligi bu dastur
ilgari ishlatilgan ma'lumotlarga yaqin joylashgan ma'lumotlarga murojaat qilish tendensiyani ifodalovchi prinsip. Ya'ni biror bir biza dasturlash asoslari fanidan ko'rib chiqqanimizda, masalan, massivlarni olib kelib qaraydigan bo'lsak, massiv elementlarni. 10 ta element bo'ladigan bo'lsa, siz ikkinchi element bilan yoki birinchi element bilan ishlayotgan bo'lsangiz, masalan, birinchi elementdan keyin albatta ikkinchi, undan keyin esa uchinchi elementlar bilan ishlaysiz. Chunki siklik ma'lumotlarni qayta ishlash, statistik ma'lumotlarni qayta ishlash vaqtida sikl jarayonlarini orqali ma'lumotlarni qiymat ustida amallab bajarasiz. Shuning uchun bu demak ishlatilgan ma'lumotlarni yaqinlik prinsipi, joylash joyiga qarab yaqinlik prinsipi asosida ma'lumotlarni tashkil qilish kerak. Ee, Lokallik turlari, vaqtning lokalligi. Agar ma'lumotlarga bir marta murojaat qilinsa, yaqin kelajakda yana murojaat qilish ehtimoli yuqori. Misol, sikldagi o'zgaruvchilar, sanagichlar to'g'risida. Masalan, mana bu nimani dastur fragmentini qaraydigan bo'lsak, mana for int i teng 0, 0 boshlang'ich qiymatdan to i mingdan kichkina bo'lgancha, demak inkrement i, ya'ni i ning qiymatini bittaga oshirib boradi. Bu yerda shu sifatida i ishlatilgan. Mana bu jarayonda mana yig'indi hisoblanadi. Mana keyingi satrda bu satr hisoblab bo'lingandan keyin yaqin tez ora nimaga счетчикka murojaat qilinadi. Yana bittaga oshirib boradi. Demak, yaqin kelajakda mana shu nimaga o'zgaruvchiga demak murojaat qilinadi. Fazoviy lokallik. Agar ma'lumotlarga murojaat qilinsa, qo'shni ma'lumotlarga yaqin kelajakda murojaat qilinish ehtimoli yuqori. Mana men boya aytgan nimam bo'yicha qaraydigan bo'lsak, demak, massivlar to'g'risida ma'lumot berib o'tdim. O'shanda demak qo'shni ma'lumotlar to'g'risida aytdim. Mana shu demak bu yerda massivda matrisalarni qayta ishlash ko'rinishidagi dastur fragmenti berilgan. Demak, yaqin kelajakda qo'shni elementlarga murojaat bo'ladi. Shu ma'noda keltirilgan. Ketma-ket lokallik. Sequential locality, demak, fazoviy lokallik tak, uzr. Fazoviy lokallikning maxsus holati ma'lumotlarni qat'iy ketma-ket tartibda murojaat qilish. Demak, yana shu keshning lokallik prinsiplari asosida ishlashi. Kesh xotira samaradorlikni oshirish uchun lokallik prinsiplaridan foydalanadi. Keshga izlash, ya'ni ma'lumotlarni keshda topildi. Keshdan o'tkazib yuborish degan nima degan? Ma'lumotlar keshda topilmaydigan bo'lsa, iyerarxiya bo'yicha keyingi sekin xotiraga murojaat qilib boriladi. Ya'ni keshdan keyin nima bor? Keshdan keyin operativ xotira, operativ xotiradan keyin demak qattiq disk yoki bo'lmasam SSD disklar, HD disk yoki bo'lmasa SSD disklar bo'lishi mumkin. Shunday iyerarxik tartibda ma'lumotlarni demak qidirish dastlab keshda, keyin operativ xotirada va shu tartibda amalga oshiriladi. Ishlash prinsipi. Demak, lokallikni hisobga olgan holda optimizatsiyaga misollar. Matrisaga murojaatlarni optimizatsiya qilish. Mana bu birinchi kodda samarasiz kod keltirilgan, ikkinchi kodda esa mana samarali kod keltirilgan. Nima uchun? Shuni tahlil qilamiz. Samarasiz kodmi? Demak, for int j teng 0 dan, demak, ustunlar sonidan kichkina, demak, shart bo'yicha inkrement jini oshirib boryapti. Esa qatorlarning shu tartibda, demak, ustunlar bo'yicha sakrashli murojaatlar amalga oshirilgan. Ustunlar mana bu joyda ustunlar. Ya'ni mana bu joyda birinchi element, mana bu joyda ikkinchi element, mana bu joyda uchinchi element bo'lyapti-da. Demak, ustun bo'yicha mana bu birinchi, pastdagi ustun bo'yicha ma'lumotlarni demak sakrash amalga oshirib murojaat bo'lyapti. Mana bu vertikal holatda, masalan, massiv elementlarni to'rtburchak nimadan tasvirlaydigan bo'lsak, ustun bo'yicha barcha elementlarga murojaat qilyapti-da, satr bo'yicha emas. Nimaga aynan buni samarasiz degan qaror qildik?
Chunki ma'lumotlar massiv elementlarni olib qaraydigan bo'lsak, bir, bir, ikki, bir, uch, ya'ni satриy ma'lumotlarning hammasi bir keshda joylashadi. Birinchi satr bir keshda, ikkinchi satr bir keshda joylashganligi sababli, ya'ni keshning xotirasi joylashganligi sababli boshqa xotiraga murojaat qilib yana qaytib kelishga to'g'ri kelyapti. Ana shuning uchun mana bu samarasiz metod hisoblanadi. Yaxshi fazaviy lokallikni qaraydigan bo'lsak, qatorlar bo'yicha ketma-ket murojaat qilingan. Demak, mana shuning uchun mana bu samarali parallel dastur yozish mumkin bo'lgan prinsip hisoblanadi. O'zgaruvchilardan foydalanishni optimizatsiya qilish. Demak, bunda samarasiz mana ma'lumotlarni bunda koeffitsient har safar xotiradan mana koeffitsiyentni nima qiladigan bo'lsak, har safar xotiradan e, chiqarishga to'g'ri keladi. Samarali metodda esa yaxshi vaqtinchalik lokallik tashkil qilingan. Bunda registrga mana koeffitsient ma'lumotini registrga yozib qo'yaptida, o'shandan ma'lumotlarni e, o'qish tashkil qilingan. Demak, samaradorlikni yaxshilash uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ma'lumotlarni ketma-ket tartibda tashkil etish, ya'ni ishlatilgan ma'lumotlarimiz kesh xotirasida ketma-ket ravishda tartibli tashkil qiladigan bo'lsak, demak, yaxshi parallellikka erishishimiz mumkin. Ya'ni tezkorlikka erishishimiz mumkin. Hajmiy ma'lumotlar strukturasidan foydalanish. Ko'rsatkichlar va bilvosita murojaatlarni minimallashtirish. Ya'ni bitta ma'lumotdan ikkinchi ma'lumotga, bitta potokdan ikkinchi potokka sakrashlarni kamaytirishimiz kerak. Bir potokda bitta protsessor, ikkinchi potokda ikkinchi protsessor ishlasinda, bir-biriga murojaatlar qilmasinda. Bitta shuning uchun bitta funksiyani yoki bitta topshiriqni bir nimaga potokka ikkinchi topshiriqni bajartirib, xulosada oxirida yig'indini asosiy protsessorga yuklash zarur bo'lsin. Ko'rsatkichlar va bilvosita murojaatlarni minimallashtirish, ma'lumotlarni chiziqli ko'rib chiqilishini afzal ko'rish, katta massivlar uchun bloklash usulidan foydalanish. Bu bloklash usuliga endi to'xtalamiz. Nima ekanligini keyingi slaydlarimizda ko'ramiz. Xotira iyerarxiyasining muhimligi. Xotira iyerarxiyasi kompyuter arxitekturasining asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, quyidagi sabablarga ko'ra muhimdir. Tezlik va narx muvozanati. Tezkor xotira qimmat, lekin sekin xotira arzon. Iyerarxiya orqali tezkor xotirani kam miqdorda, sekin xotirani ko'p miqdorda ishlatish mumkin. Protsessor tezligini to'liq qo'llash. Zamonaviy protsessorlar xotiradan ancha tez ishlaydi. Kesh xotira protsessori va asosiy xotira o'rtasidagi tezlik farqini kamaytiradi. Dastur samaradorligini oshirish. To'g'ri optimizatsiya qilingan dasturlar xotira iyerarxiyasidan samarali foydalanishi mumkin. Lokallik prinsipiga amal qilish dastur tezligini sezilarli oshirishi mumkin. Diqqatingizni mana shu diagrammalarga qaratishni so'rayman. Lokallikni yaxshilashning qo'shimcha usullari nimalardan iborat? Ma'lumotlarni qayta joylashtirish. Mana dasturlash kursidan birinchi kursda sizlar dasturlash asoslari fanini o'tganingizda unda o'zgaruvchilarni tashkil qilish, ularni e'lon qilishni ko'rib chiqqansizlar. Char tipi ana harfiy simvolli tip, string tipi emas, bu bittagina belgidan iborat bo'lgan tip. Keyin byte tipi mana yo'q, char tipi, keyin int tipi, butun sonlardan iborat bo'lgan tip. Shularni ikkita nimasi misol sifatida keltirilgan bu yerda. Demak, char tipi asosan 1 bayt joyini egallaydi. Demak, int tipi esa 4 bayt joyini egallaydi. Mana o'zgaruvchilarni e'lon qilishni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu yomon joylashtirishga misol bo'ladi. Nima uchun? Mana struktura e'lon qilindi. Ma'lumotlarni strukturali tartibda e'lon qilishni ko'rib chiqamiz. Mana char a degan deb yozadigan bo'lsak, mana kodda demak a o'zgaruvchisi demak 1 bayt joyini egallaydi. Mana diagrammaga qaraydigan bo'lsak, mana 1 bayt joyini egalladi. Kesh mana 4 baytdan
to'rt baytdan joylashtiradi, bo'lib 4 baytdan joylashtiradi. Chunki mana bu int degan ma'lumot umuman boshqa tur. Shuning uchun mana bu 4 baytni 3 ta demak padding hosil bo'ladi. Ya'ni 3 xonasi bo'sh qoladi. Keyin mana int b deydigan bo'lsak 4 xonani egallaydi. Chunki 4 baytli. Mana 1 2 3 4 to'la to'ldi. Mana bu char s degan bo'lsak, demak char s ya'ni char tipidagi o'zgaruvchanligi uchun xotiradan joy ajratilishi mana bitta nima bit bo'ladigan bo'lsa, bitta xona bo'ladigan bo'lsa, mana 3 bayt joyini bu yerda padding hosil bo'ldi. Natijada mana e, buni bu ma'lumotlarni saqlashimiz uchun e, ko'proq xotira resursi talab qilinadi. Endi yaxshi joylashtirishni ko'rib chiqamiz. Mana bu yaxshi joylashtirilishgan misol. Bunda demak int b, keyin char a, char s. Demak yaxshi strukturaga misol. Buni diagramma sifatida ko'radigan bo'lsak, dastlab demak nima joylashtirildi? Int o'zgaruvchisi to'liq egalladi keyishdan. Undan keyin esa ikkita char. Ya'ni birinchi demak char a bitta nimani yacheykani egalladi. Bir bayt joyni, mana bu esa yana bitta bayt joyini egalladi. Bunda ikkita padding hosil bo'ldi. Bunda oltita padding, bunda ikkita padding. Demak, yomon tartib, ya'ni yomon tartib to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, yana buni misol sifatida shuni shu quyidagicha tushunishimiz mumkin. Javon birda katta kitob, kichik kitob, demak ikkita bo'sh. Demak, ikkinchi javonda katta kitob, kichik kitob, keyin bo'sh ikkita. Demak, yaxshi tartibda esa katta kitob, katta kitob, katta kitob, kichik kitob deb bir joy bo'sh qoladi bunda. Demak, mana shu nimani qaraydigan bo'lsak, yana shu ikkita kodni bir-biriga solishtirib ko'ramiz. Nima bo'ldi? Demak, yomon struktura 16 bayt joy talab qilinadi. Mana kechirasiz, mana bu nimaga e'tibor beramiz? Mana int a demak 4 bayt, char b bunga ham 4 bayt, 3 bayt padding bilan mana bu strukturada 4 ta o'zgaruvchi e'lon qilib, 4 ta har qaysiga 4 baytdan 16 bayt joy egallaydi. Yaxshi strukturaga e'tibor beradigan bo'lsak, mana int a, int c bular to'liq holda keshdan egallab 8 bayt joyini egallaydi va bular char b bilan chardi e, bu yerda 2 bayt, 4 baytli keshdan 2 bayt padding hosil bo'ladi. Ya'ni 3 4 12. Yaxshi struktura uchun demak 12 bayt joy egallaydi. Demak, samaradorlikni taqqoslaymiz. Ko'rsatkichlar demak, struktura hajmi 16 bayt, yomon strukturada yaxshida 12 bayt. 1000 ta element uchun 16000 bayt so'raydi. 1000 ta o'shanaqa e, nima bo'ladigan bo'lsa, massiv yoki boshqa elementlar bo'ladigan bo'lsa, 16000 bayt talab qilinadi. Bunda esa 12000 bayt talab qilinadi. Keshga sig'adigan elementlar 256 element sig'adi. Bunda 341 elementga nima qilishimiz kerak bo'ladi? Xotira ishlatilishi bunda ko'p, bunda esa kamroq. Tezlik sifatini qaraydigan bo'lsak, yomon strukturada xotiraga murojaatlar soni ko'payishi hisobiga uni sekin ishlashi seziladi. Unda demak tezroq ishlaydi, chunki optimal xotiradan foydalanildi. Sikl bloklash to'g'risida gaplashamiz endi. Loop tilini yoki block iteration. Sikl bloklash bu katta ma'lumotlar to'plamini kichik bloklarga bo'lib, har bir blokni alohida qayta ishlash texnikasi. Bu usul ma'lumotlarning kech xotiraga joylashishini optimallashtirish uchun ishlatiladi. Katta matrisalar bilan ishlaganda, masalan, 1000 o'lchamli matrisalar bilan ishlaganda ma'lumotlarni operativ xotirada sig'maydi va doimiy ravishda kechdan chiqarib yuboriladi. Ya'ni ma'lumotlarni o'sha aytgan 32 bitli
32 baytli demak kesh xotira bo'ladigan bo'lsa, kesh xotiraga sig'adigan ma'lumotlarni har safar demak e, operativ xotiradan kesh xotiraga 32 bayt joyini kiritadigan bo'lsak, 32 bayt. Har safar 32 bayt nima qilinadi? O'shani protsessor qayta ishlaydi. Demak, kerakmaydigan bo'lsa o'chirib, qaytadan o'ziga kerakli ma'lumotni qaytadan keshga tashlash kerak bo'ladida. Mana shuning uchun keyishdan optimal foydalanish zarur bo'ladi. Shunda tezlik samarali, tezlik yuqori tezlikka erishamiz. Muammo bunda har bir yangi qatorga o'tganda avvalgi qator ma'lumotlari keyishdan o'chiriladi. Yechim. Demak, bu ma'lumotlarni ketma-ket ravishda ishlashimiz uchun ketma-ket ishlaydigan ma'lumotlarimizni keshga sig'adigan qismini porsiyalab joylashtirishimiz uchun bloklash usulidan foydalanamiz. Katta matrisalarni kichik kvadrat bloklarga bo'lib chiqamiz. Masalan, 32 32. Har bir blokni to'liq qayta ishlab bo'lgach, keyingi blokka o'tamiz. Mana. Blok hajmini ko'rsatib, mana qancha nima bo'ladigan bo'lsa, shu tartibda e, blok e, blok ichida ma'lumotlarni keshda qoladi. Demak, matrisalarni mana bu kichik qismi keshda bo'ladi. Ma'lumotlar tuzilishiga to'xtalamiz. Endi array of structures, ya'ni strukturalar massivi. Strukturalar massivi. Demak, bunda har bir element strukturadan iborat bo'lgan massiv. Strukturadan iborat bo'lgan massiv. Mana strukturani kodiga e'tibor beradigan bo'lsak, particle, float ya'ni haqiqiy sonlar, x, y, z demak pozitsiya bo'lsa, biror bir obyekt sifatida tasvirlanyapti. Demak, float massa, demak massasi, type uni turi. Demak, ma'lumotlar mana bunda, mana shu diagramma ko'rinishida ketma-ket mana bu joylashyapti. 10 minut vaqtimiz qoldi, keyin qayta ulanishini so'rayman. Tak. Demak, mana shuni qaraydigan bo'lsak, mm, strukturadan iborat bo'lgan massiv. Xotirada joylashishi mana x, y, z ketma-ket mana bu float x, y, z mana shunday tartibda. Keyin vx mana ketma-ket mana shunday joylashyapti. Afzalliklari dasturlovchi uchun bu dasturlash qulay bunaqa tuzilishdagi ma'lumotlarni obyektga yo'naltirilgan mana bu tuzilish masalan obyektga yo'naltirilgan chunki partiklni demak x y z degan bu maydonlari mavjud vx y va z ya'ni uch o'lchamli fazoda biror bir obyektni x y z bo'yicha tezliklari bo'yicha massalari bo'yicha turi bo'yicha tasvirlanyapti bu yerda. Obyektga yo'naltirilgan dasturlashni demak asosan dasturlash qulay, kod o'qilishi oson mana bu ko'rinishda. Kamchiliklari nimalardan iborat? Xotira samaradorligi past. Mana bu bir jinsli element mana buni yonida turganda mana kechda optimal holda mana bundan foydalangan bo'lardik. Har safar keyingi ma'lumotlarni mana bu nimaga murojaat qiladigan bo'lsak, mana shu bunga sakrash amalga oshiriladi. Xotira samaradorligi past, keraksiz ma'lumotlar yuklangan. Mana bu bilan ishlaganda bu ma'lumotlar, boshqa ma'lumotlar kerakmaydi. Ularga murojaat qilmaydi. Bu ishlab bo'lgandan keyin boshqa qiymatlar bilan ishlash zarur bo'ladi. Vektorizatsiya qiyin, bir xil turdagi ma'lumotlar tarqoq holatda joylashtirilgan.
Assalomu alaykum, domla. Ovozingiz eshitilmay turibdi, domla. Mikrofon ilinib qoldi. Endichi? Eshitildi endi. Ha, tushundim. E, Demak, gibrid ma'lumotlar tuzilishi to'g'risida gaplashamiz. Gibrid ma'lumotlar demak bu demak SOAS va SOAni ya'ni struktura massiv ko'rinishi, massivlarning struktura ko'rinishidagi aralashmalardan iborat bo'lib, ma'lumotlar blok ichida struktura bloklar orasida massiv shaklida tashkil etiladi. Demak, partikellar tushunchasini kiritamiz. Bu yerda bir obyekt sifatida foydalanamiz, ya'ni grafika yoki fizik simulyatsiyada ishlatiladigan obyekt sifatida qaraymiz. Masalan, real hayotdan misol keltiradigan bo'lsak, suv tomchilari sifatida yomg'ir, demak, qor parchalari sifatida qor yog'ishi, masalan, olov alangalasi, yong'in, e, demak, yulduzchalar, kosmos stimulyatsiyasi. Chunk degan nima kiritamiz? Bu adabiyotlarda nimalarda shunaqa qilib tarjima qilinmagan, shuning termin sifatida keltirilgan. Bu ma'lumotlarni guruhlab saqlash uchun ishlatilgan blok yoki to'plam. Demak, 64 ta partikel 16 ta blokdan iborat bo'lgan mana shunday kod ko'rsatilgan. Har bir blokda demak 4 ta partikellar soni nima uchun? 4 bizda demak kesh 4 baytdan iborat. Shuning uchun shunaqa bo'lishga to'g'ri keladi. Demak, blok keyingi ma'lumotlarning tuzilishi blok SOA. Bu ma'lumotlarni kesh qatori hajmiga mos bloklarga bo'lish. Demak, 1024 ta partiklni 32 ta blokka bo'lyotir. Bo'lib turibmiz. Mana blok size 32. Tak. Bu yerda 3 o'lchamli massiv ko'rsatilgan. 32 ta demak, blok hajmi 32 ta elementdan iborat. Ya'ni kesh nimasiga mo'ljallab blok ko'rinishida saqlashga mo'ljallangan. Xo'p, xulosa qilamiz. Demak, OS strukturani qaraydigan bo'lsak, dasturlash qulayligi, kichik ma'lumotlar to'plami uchun qulay. Suvani qaraydigan bo'lsak, maksimal ishlash, katta ma'lumotlar to'plami uchun qulay. Gibrid ma'lumotlar esa murakkab tizimlar uchun eng yaxshi yechim. Quyidagi shu ma'lumotlar tuzilishini jadval sifatida taqqoslaymiz. Mana ovozini qaraydigan bo'lsak, kechda 25%, demak, 25% tezlik, xotiradan joy egallash 100%, vektorizatsiya qiyin. Suvni qaraymiz 90%, xotiradan bandligi 30%, demak, vektorizatsiya oson. Demak, bularda mana 85, 50 va yaxshi vektorizatsiya. Blok soya esa a'lo. Nima uchun? Nima uchunki biz kesh hajmiga mos ravishda bloklarga bo'lib chiqdik. Mana shuning uchun unda a'lo darajada. Demak, aralash ya'ni gibridni afzalligi nimalardan iborat? Har xil aksis patterlar mavjud. Bloklar bo'yicha parallel ishlash tashkil qilish imkoniyati mavjud. Kesh optimizatsiyasida muhim va GPU kompyuting ishlatiladi, ya'ni grafik protsessorlar orqali ishlatish imkoniyati mavjud. Blok suvani afzalligi katta ma'lumotlar to'plami bilan ishlash imkoniyati yuqori darajada. Big data deb aytamiz. Katta ma'lumotlar demak, faqat kesh nimaga hajmiga mo'ljallanganligi sababli bu ma'lumotlardan parallel ishlash juda yuqori tashkil qilinadi. Maksimal ishlash talab qilinadi. Vektorizatsiya muhim. Memory demak, ma'lumot xotiradan lokalligi optimallashtirish zarur bo'ladi. Demak, xotirani joylashishini iyerarxik tuzilishini bu diagrammada ko'rib turibsizlar. Demak, registr xotira 64-256 so'zdan iborat. Demak, bir takt. Keshni demak, 3 ta darajasi mavjud. Kesh birinchi darajasi registrdan keyin mana
birinchi darajasi. E, Demak, keyin keshni ikkinchi darajasi mana, keshni uchinchi darajasi. Demak, asosiy, ya'ni xotira deganimiz bu, demak, operativ xotira va tashqi xotira. Tashqi xotira demak qattiq disk yoki SSD disklar bo'lishi mumkin. Endi operativ xotira bilan kesh xotirani bir-biridan ma'lumot qanday qilib almashadi, qaysi prinsip asosida almashadi, shuni ko'rib chiqamiz. Mana operativ xotiradan ma'lumotlar mana ABCD ko'rinishda mana shunaqa qilib 8 nimada joylashgan deb qaraymiz. Endi ma'lumotlar operativ xotiradan kesh xotiraga mana shu ABCD qanday qilib oladi mana. Demak, buning uchun mana shu to'rtta nimani, 4 bayt joyni mana bu keshni nimasiniga qaraydigan